Davolash ishlari olib borilmoqda. Bog'chalarimiz eriya holatida sement qilamiz. Ey vrach, ey tabib, muborak bo'lsin sizga bu maqom. Bu maqom dunyoda boshqa bir basharni, bir insonga bu Alloh nasib qilmadi. Qarang, nima deyapti doktorga, vrachga? Bu vrach, ya'ni buni eshitgandan keyin faqat Alloh uchun tuzataman, shu ajr savobga ega bo'laman deya tuzatish kerak ekan. Kimda kim bir jonni jon bo'lib, nafs bo'lib, halokatga tushmasdan, o'lib ketmasdan, halokat bo'lib, yo'q bo'lib ketishdan asrab qoladigan bo'lsa, unda butun dunyodagi insonlarni jonini qutqarishlik ajri savobi berildi deydi. Butun dunyodagi. Oyatda ko'ryapsizmi? Va man ahyaha fakannama ahyal mu'minina demayapti.